Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Allohga shukr, yana bir tongga sog'likda, omonlikda yetkazgani uchun. Qizlar, yaxshimisizlar? Hozir o'g'limni bog'chaga qo'yib kelyapman. Anaqa bitta narsa so'ramoqchi edim. Allohga shukr, уже kanalimni boshlaganimga 2 oydan endi o'tayotgan bo'lsa, уже ko'p odam qo'shilyapti, lekin nimagadir kommentim va layklarim kam. Nimani qayerda noto'g'ri qilyapman bilmadim, yoki o'zi shunaqa bo'ladimi. Prosmotrlarim yaxshi, har qalay подписчиklarim ham yaxshi qo'shilishyapti. Doim har kuni yangi odamlar qo'shilyapti, lekin nimagadir like, kommentariy yo'q. Kimdir bilsa aytadimi, menga yozadimi, yoki nimani qayerda noto'g'ri qilyapman bilmadim. Shunaqa. Hozir uyga kirib baqlajonni ikra qilaman. Assalomu alaykum, yana bir bor kanalimga xush kelibsiz. Bugungi juma ayyominglar muborak bo'lsin. Bugun juma, Allohga behisob shukr yetkazganiga, shunday ulug' kunlarga. Bugun hali aytganimdek ikra tayyorlayman. Albatta bankaga yopishga emas, o'zimizga. Hozir sizlarga video olay dedim. Jarayonni tomosha qilinglar. Xo'p, mana bizga kerak bo'ladi baqlajon, qizil sabzi, pomidor, qizil bolgarskiy, ya'ni bulg'or qalampiri va piyoz, chesnok. Piyoz bitta ishlatdim, sabzi ham bir dona. Hamma o'zini oilasidan kelib chiqib mahsulotlarni ko'paytirishi mumkin. Meni o'g'lim va katta qizim yaxshi ko'rishadi shunaqa qozon qovurilgan shakarotni. Shunga hozir tayyorlab qo'ymoqchiman. Buni ertalab zavtrak mayda shunday skavorodkaga solib, ustiga 2 dona tuxum chaqsanglar, zavtrakka tayyor yeyishli, yegulik bo'ladi. Mana qizlar, shunaqa bolgarskiyimizni kubik shaklida kesib olamiz, maydalab. Pomidordan shunaqa. Bu yerda suvga achchiqlari chiqib, tuzli suvda kubik shaklida to'g'ralgan baqlajonimiz ivib turadi. Уже mana bu yerda kartoshkalarimiz qaynayapti. Kartoshkani qaynatib olasizlar. Piyozni o'rtacha kattalikda kubik shaklida kesib olib, endi qizil sabzimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz va chesnok, ya'ni sarimsoq piyozimizni ham shunaqa maydalab olamiz. Endi qizdirilgan yog'imizga piyoz birinchi, keyin qirg'ichdan o'tkazilgan sabzi, orqasidan pomidor, bolgarskiy, hammasini ketma-ketlikda solib qovuramiz.
birinchi piyoz bilan sabzini yaxshilab sabzi piyozlari ozgina yumshab o'lguncha qovuramiz. Ozgina yarimta chesnog'imizni solib olamiz, yarimini oxirida solamiz. Mana endi bolgarskiylarimizni ham solamiz. 4-5 marotaba aylantirib qovurishni davom ettiramiz va bolgarskiydan keyin pomidorimizni ham solib yana qovurishni davom ettiramiz. Endi pomidorlarimiz o'zini sokini berishni boshlaydi. Shu jarayongacha qovurishni davom ettiramiz. Mana endi ozgina serlari chiqqach, baqlajonlarimizni suvdan olib qo'shamiz va birgalikda yana qovurishni davom ettiramiz to o'zidan soklari chiqqunicha. Va bilasizlarmi qizlar, menga bu retseptni meni Belarus millatiga mansub o'rtog'imni onasi bergan. Institutga tayyorlanib yurgan paytlarim bu qiz bilan tanishib qolganman, ya'ni shu o'rtog'im bilan, va unikiga dars tayyorlash uchun uylariga borganmiz. O'sha paytlarda ayni yoz pallasi, shunaqa banka yopish sezoni edi. Oyisi как раз shu retsept bo'yicha ikralarni bankaga yopayotgan ekan. Borganmiz, bizga ham solib bergan, maza qilib non bilan yeganmiz, yoqib qolgan va uyga olib ketishimga ayamga ham solib bergan. Uyga olib borganimda ayamga ham yoqgan va biz to'liq retseptini olib tayyorlash jarayonini, ya'ni so'rab olganmiz va har doim yozda sezonda shu tartibda bankalar yopganmiz. Bu yerda hozir shakar soldim. Ozgina pomidorim kisloy ta'm bergani uchun, aslida ham shunaqa bo'lsa ozgina shakar solish mumkin. Va bu yerda yana kam narsa lavroviy list va qora murch menda yo'qligi hisobiga ularni solmadim. Banka yopishda shu ikkita narsani ham solishinglarni so'rayman, yana ham mazali bo'ladi. 15-20 minutga dimlab qo'ydim. Tayyor bo'ldi. Mana hozir endi idishlarga suzib olaman. Mana qizlar, mazali bo'lib tayyor bo'lib pishib chiqdi baqlajonli ikramiz. Endi birinchi o'zimizga yeyish uchun solib oldim. O'sha bizda obed vaqti bo'lib qolgandi, soat 11:30. Как раз pishib chiqdi. Maza qizim bilan nonlar bilan yeb oldik. Qolganini idishlarga suzib, sovutib, xolodilnikka solib qo'ydim. Endi yegimiz kelganda olib, skavorodkaga solib, ustiga tuxum, 2 dona tuxumni chaqib issiq yegulik sifatida yesak ham bo'ladi, yoki mikrovolnovkaga solib shunchaki o'zini nonlar bilan yeb olsak ham bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. O'zinglarga, oila a'zolaringlarga yoqadi. Oddiy mahsulotlardan shunaqa yeyishli, mazali, ham taom o'rnida, ham nima desa bo'ladi, non o'tkazish uchun yegulik tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Yaxshimisizlar?
Hozir sizlarga salat qilmoqchi edim. Birato'la videoga avvalo qolay dedim. Jarayonda ko'rsataman yana. Yozda eng zo'r ketadigan salat shu baqlajon salat. O'zim ham juda ham yaxshi ko'raman baqlajonni. Hozir mana baqlajonlarimizni shunaqa qilib to'g'rab olib, tuzli suvga ivitib qo'yamiz. Taxirlilarini, achchiqlilarini beradi suvga. Bu yerda 3 ta tuxum, tuz bilan ozgina ilib oldim. Ichiga, sous ichiga 2 zubchik chesnok и nima deydi buni, kinza, ya'ni kashnich va non talqoni. Bu yerda sir va smetana bilan sirni ichiga ishlatamiz hozir. Bunga bularni qo'shib yana jarayonda ko'rsataman. Mana qizlar, shunaqa birinchi baqlajonimizni tuxumga, keyin non talqonga shunaqa qilib olib, skоворodkada ikki tarafini qizartirib olamiz. Shu zahot kech bo'ldi. Baqlajonlarim ortib qolgandi. Shu salatdan ham salat emas bu, по-моему, zakuska deyiladi. Shundan tayyorlab ko'rgim keldi. Va hammamizga yoqdi. Aytishim kerak, bu zakuskani birinchi marta tayyorlab ko'rishim. Mana shunaqa qilib birin-ketin ketma-ketlikda ikki tarafini tuxumga, keyin non talqonga bulab qovurishga davom etamiz. Pastroq olovda. Endi esa baqlajonlarimiz pishguncha chesnok va ko'katni shunaqa maydalab olib, sous tayyorlashga o'tamiz. Ya'ni ichiga surish uchun boya aytganimdek ko'kat, chesnok maydalab, ozgina smetana va sirga qo'shib aralashtirib olamiz. Shunaqa tayyor. Endi bu yerda shunaqa yarim oy shaklida pare qilib kesilgan pomidor va yana mayda kesilgan ko'katni olib, ichiga sousimizdan surib, baqlajonimizga, ya'ni bir dona pomidor qo'yamiz va ko'katdan solib shunaqa o'raymiz. Bir qo'lda qiyinroq bo'ldi, bitta qo'lda telefonda videoga oldim, bitta qo'lda o'radim. Shunga uzr. Kadrda kamchiliklar bo'lsa. Вот. Shunaqa qilib surib bitta pomidor, ko'kat solib o'rab rulet shaklida ketamiz. Mana shu tayyor bo'ldi. Bir pasda bo'ladi, oson, tez va eng asosiysi mazali bo'lar ekan. Yoqdi hammaga, ayniqsa xo'jayinimga. Xudo xohlasa yana ko'p tayyorlab turmoqchiman. Menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, omon bo'linglar.